Do'stlar, mana men bugun yangicha akkaunt ochdim Minecraft haqida. Endi mana shu Minecraftni yuritib boramiz. Sizlar bilan men endi yangi narsa yasaganimni o'shani sizlarga o'rgatib. Birinchi avvalambor unda 3 sinab ko'ramiz. Birinchi bo'lib yerga turib olamiz. Mana narsasini uzamiz. Qizil mana bu narsani ulasak qani ketdi. Ana ko'rasizlarmi do'stlar? Tushib ketdi. Endi mana shu narsalar bilan yasashni o'rganamiz. Do'stlar, birinchi bo'lib qilishga kiramiz. Mana shu narsani olamiz. Keyin yana qilishga o'tamiz. Bu narsani olamiz. Menda bor, mana bu yerda. Keyin mana bu narsani olamiz. Mana. Bu ham menda bor mana. Keyin shu bilan boshlaymiz. Birinchi bo'lib qo'yib olamiz. Buni qo'yib keyin ustiga buni qo'yamiz. Bo'lmasam turmaydi. Keyin bunday qilasizlar. Asta qo'yib boshlaymiz. Keyin bunday tazlaymiz. Keyin ularga nomini bomba solamiz. Iloji boricha ko'proq solishimiz kerak. Keyin mazza qilishlarni bemalol yetadi. Do'stlar, mana buni endi ichiga bombalarni ham solib oldik. Endi suvni quyib olamiz. Mana shunday holatga kelish kerak, do'stlar. Ko'rdilaringmi? Mana. Shunday holatga kelish kerak. Keyin qizil narsani olasizlar. Keyin bu narsani olib qo'yamiz. Narsasini yoqib qo'yasizlar. Birinchi portlaydi. Qo'yganlaringdan keyin bu olasizlarda hop bo'ldi, bombalar. Podang e'tibor mana. Let's go. Do'stlar, mana tayyor bo'ldi. Endi keyingi videoda uchrashguncha xayr. Kanalga obuna bo'linglar.